Hayotda xotirjamlik kerakmi? Allohning manhaji bilan yasha. Odamlar mana shu xotirjamlikni istab, xotirjamlik faqatgina boylikda, xotirjamlik faqatgina dunyo matohi qo'limizda ko'p bo'lishida degan falsafa bilan yashaydi-da, hayotini pul topish yo'liga sarflab qo'ygan. Hayotdagi bitta maqsadi pul topish. Bunaqa odamlarning nazarida pul bo'ldimi, demak muammo yo'q bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin bu noto'g'ri tushuncha. Endi Alloh kimni taqdiriga boy bo'ladi deb yozgan, kimga kambag'al. Buni biz bilmaymiz. Agar xotirjam, saodatli hayot faqat pulga bog'liq bo'lganida, taqdiriga faqir deb yozilgan insonlar majbur saodat topmasdan yashashga to'g'ri kelib qolardi. Lekin saodat, xotirjamlik pulda emas. Pulni qanchaligida ham emas. Allohning manhajiga amal qilishlikda.